Qochganimizni uzog'i bilan bir kunning ichida bilishadi. Iloji boricha uzoqroqqa ketishimiz kerak. Suv Myongil. Labbay janob. Qariyalar va yosh bolalarni olib Biryu daryosiga borasiz. Ortimizdan tushishgan taqdirda ham bu yo'ldan yurishimizni xayollariga keltirishmaydi. Etib olasizlar. Xo'p bo'ladi janob. Shahzodam, ketishga tayyormiz. Changanga yo'l olamiz. Safarimiz uzoq va mashaqqatli bo'lishi. Qariyalarni va bolalarni asosiy guruhdan ajratib olinglar. Xo'p. Xavotir olishga o'rin yo'q. Qariyalar va bolalar xavfsiz hamda qulay yo'ldan borishadi. Shahzoda qochoqlar bilan yo'lga chiqdi. Uzog'i bilan bir kun ichida Daiso bundan xabar topadi. Naru o'z odamlari bilan ta'qib qiluvchilarga qo'shilmasligini oldini olish uchun uni iloji boricha saroydan uzoqroqda ushlab turish. Bizlarni Taybong tog'idagi buloqqa olib borasan. Aql o'rgatyapsanmi? Hazrat oliylarini xavfsizligini o'ylagandim. Menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Yo'q. Hazrat oliylar tezda hozirlik ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Hazrat oliylar. Ketdik. Xonim, shu paytda qayerga jo'nab ketyapsiz? Saroy tashqarisida qiladigan ishlarim bor. Ularni hibsga oling. Xo'p. Xonim, allaqachon kelish kerak edi. Namuncha hayallab qolmasa. Nafasingni issiq qilsang-chi. Bo'lmasa kech qolyapmiz-ku axir. Aniqlab kelaman. Yo'q. Yana ozroq kutaylik-chi. Balki kelib qolar. Ular saroyni tark etmoqchi bo'lishgandi. Nega saroydan ketmoqchi bo'lgandingiz? Saroyda diqqi nafas bo'lib ketganim uchun toza havoda sayr qilib kelsam degandim. Sayr qilish uchun shuncha kiyim-kechak kerak bo'larkanmi? Rostini ayting. Sizga hisobot berishim shart emas. Meni kimligimni unutib qo'ydingizmi? Qirollik oilasida bunday qo'pol ayol borligini endi ko'rishim. Haqiqiy hokimiyat kimni qo'lida ekanini bilmaysizmi deyman. Uni o'z xonasiga olib borib chiqishga ruxsat bermanglar. Xonim, endi nima bo'ladi? Janob Mapalmo bizni kutib o'tiribdi-ku. Nima bo'ldi? Muammo tug'ildi. Yasoya xonimning uyini soqchilar qo'riqlashmoqda. Xonimni olib bora olmasak, shahzoda Jumonga nima deymiz? Askarlarni to'playlar. Xo'p bo'ladi shahzodam. Bugundan boshlab bir paytlar janob Haymos o'tuzgan Damu jangchilarining boshlig'i bo'laman. Men Jumong bugundan boshlab Boyo shahzodasi emasman. Yangi zaminda yangi xalq tuzishga qaror qildim. bilan qochoqlarni Bongiye tog'iga olib borasan. Biz janob Mopalmoni qidiramiz. Xo'p bo'ladi, hoji. Xo'jayin,
Yesoya xonim qani? Gap shundaki, xonim kela olmaydilar. Nima uchun? Tushuntirsangiz-chi? Buni ustiga soqchilar janob Mopalmoni ham izlashayotgan ekan. Xonim, siz kelishga qanday jur'at etdinglar? Biz ham bunday bo'lishini istamagandik. Jumon. O'tmishda men buyuk rejani amalga oshirishni istab, o'zingga yaqin ayolni himoya qila olmas ekansan, millionlab odamlarni qanday himoya qilasan? Bu voqeadan xavotirdaman, lekin qochoqlarni himoyasi bundan-da muhim. Uni joni omon bo'lsa, albatta qayt. Xonimni u yerdan olib kelaman. Iltimos, menga ruxsat bering. Yaralandingmi? Uncha jiddiy emas, mendan xavotir olmang. Darhol Yesoyani huzurimga keltiringlar. Xo'p bo'ladi, shahzodam. Shahzoda Jumongni qochoqlar bilan bu yo'ldan ketish rejasini bilarmiding? La'nati abla! Shahzodam! Jumongni qo'lga olish uchun u hali bizga kerak bo'ladi. Uni zindonga tashlang. Xo'p bo'ladi.